Abduqodir Husanovning Liverpoolga qarshi o'yini qanday baholandi? Angliya Kubogining chorak final doirasida Manchester City o'z maydonida Liverpoolni qabul qildi va jamoa 4-0 hisobida yirik g'alaba qozondi. Bu g'alaba nafaqat jamoa uchun, balki muxlislar va sport jamoasi uchun ham katta ma'noga ega bo'ldi. O'yinda Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushdi va 90 daqiqa davomida barqaror harakat qilib, jamoaga muhim hissa qo'shdi. Uning harakatlari har tomonlama nazorat qilindi va maydondagi ta'siri jamoaning yuqori natijaga erishishida muhim rol o'ynadi. O'yindan so'ng turli statistik portallar Husanovning samaradorligi va o'yinini baholashdi. Maxsus sport portali FotMob Husanovni 7.2 ballga loyiq ko'rsa, SofaScore portali 7.4 ball berdi. Shuningdek, yana bir mashhur statistik manba PlusScore Husanovning harakatlarini 7 ball bilan baholadi. Bu ko'rsatkichlar uning maydondagi ta'sirchanligi va jamoaga qo'shgan hissasini yana bir bor tasdiqlaydi. Abduqodirning barqaror harakatlari va maydondagi samarali o'yini Manchester City'ning yarim finalga chiqishida muhim omil bo'ldi. Muxlislar uning harakatlarini yuqori baholab, kelgusi o'yinlarda ham katta umidlar bilan kuzatishmoqda.